Agar siz boshqa lokatsiyada turadigan bo'lsangiz ham, mana shu uchastkaga точно qiziqib qolasiz. Akam, Olmazor tumani, Qoraqamish yuqori, Beshqo'rg'onda orientir Tansiqboy bozorcha oldidan kirib keldik. Umumiy 3 sotka yer maydoniga ega bo'lgan mana shu tayyor naqd 7 ta xonasi bor uchastka srochniy narxda ko'rsatamiz. Ko'cha fasadini o'zi taxminan 14 metr atrofida chiqyapti. Oldida zeleniy zona. Mahallaga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Ikkinchilikni katta yo'lda joylashgan bo'lyapti. Bir, ikkinchi uchastka akalar. Mahalla fazliligini ko'ryapsizlarmi? Endi ichkaridan ko'ramiz. Remontlari tayyor kelib yashaydigan uchastka va narxi bilan yetib o'taman. Kiraverish darvozaxonaga bitta avtomashina bemalol sig'adi. Tapchani zonani ko'rishimiz mumkin. Asosiy bino joylashgan bo'lsa, ro'paradagi binoda ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin va alohida umumiy sanuzollar ham joylashgan bo'ladi. Hovlimizning etagida eski binoni ham ko'rishimiz mumkin. Bemalol uchastka qilaman desanglar ham ko'ryapsizlarmi? Kattagina hovlisi, o'rtada zeleniy zona, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Asosiy bino faqatgina fasad ishlari qolgan. Binoga kiraverish, keyin katta hol, oilaviy dam olish xonasi bilan boshlangan bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Birinchi etajda umumiy sanuzol ham joylashgan bo'ladi. Ana endi ikkinchi etajni ko'radigan bo'lsak, chiqaverish, keyin katta hol, xonalar ketma-ket joylashgan. Ikkinchi etaj o'zida ikkita yotoqxona joylashgan bo'lyapti. Bitta kattalar uchun va bitta bolalar yotoqxonasini ham ko'rishimiz mumkin. Narxi $150 ming kelishiladigan joylari bor. Pastda egalar nomeri ulgurib qolinglar.